Olim bo'lsin, men kim degan savolga bir qiz gap bilan javob berib olmaydi. Bu savolga men kim deb javob berish uchun nima qilish kerak? Birinchi bo'lib bizningki savol qo'ydigan javobimiz men kim? Ikkinchisi men nereden keldim? Üçüncüsü meni kim yarattı? Meni kim yarattı? Mening vazifam nima? Men nima ish qilishim kerak degan mush alt qatorliq savollarga obdanga vaqtning o'zida endi men kim degan bu savolga javob topqil bo'ldi. Men kim? Meni kim yarattı? Men nereden keldim? Mening vazifam nima? Men nima ish qilishim kerak? Her bir mümin musulmon her gün qopqandan boshlab lekin bu savolni bir umr o'ziga qo'yish, bir umr o'ziga mush savolning o'zini farz qilish kerak. Bu her bir mana men mümin musulmon deydigan insonga bu savol o'z farz ayndir. Bu vaqt intayin qisqa bo'lg'achqa men keng doiralik javob beray degan afsus mening vaqtim qisqa bo'lib qoldi qarindoshlar, kechirsanglar. Men hozirlikcha mushunchalik javob bersam, qolganini Allah nasip qilsa ayt ko'rsak. O'tganda javob beray degan vaqtimizda mening mekimda chatoq chiqib, men javob berolmay qolgan. Assalomu alaykum. Hammamizga Alloh rahmat qilsin va rahmatullohi va barakatuh. Mundaq javob topdim. Men kimligim, men bir musulmon. Musulmonning nima vazifasi bor? Mening vazifalar 5 vaqt namoz, payg'ambarlarimizning sunnati shu yo'lda mangaldimmi deb o'ylandim. Nechtak namazning nechtak farz, nechtak namozni o'tidim, nechtak qazan bas shu deb shuningdan deb hisoblab baqdim. Bizning necha erkak namozlarimiz qazulab mingibdi. Shuni ado qilishni o'yladim. Gibim tugidi. Aslida kinoyat kelgan qarindoshlar bu to'g'risida davomli mulohiza etib borsa qarindoshlar. So'z soni bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kechikmana xayr bo'lsin qarindoshlar. Men kim degan savolga mening beradigan javobim mushu yer shardagi har qanday bir maxluqotning o'zishlik vazifasi bo'ladi. Odatdagi bir chumelininki yazvoqchi o'ziga bir uzuqliqlab kichikgina bir to'shikni erkakitib, u to'shikdan shu yaz kelgacha shu uzuqlardan uzuqlanadigan bir odati bo'ladi. Hatto hasharlarimi va qanday bir maxluqot shundoq. Şuna biz insanlarımın özümüzü güçlük hem vazifesi var. Muşu vazifemizni biz men kim degan savolni elib baqa vaqtimizda ondan shu vazifamizni tunib shu vazifamizni o'rindab mang'alaymiz. Lekin biz men kim degan savolga shu javob topolmasak, u chaqda biz bu dunyodagi vazifamizni ham o'rinday olmaymiz. Hatto shu bir chimilchilik bir chimilchilik uzuqligini to'g'rilab shu qishdan chiqadigan o'zining hujjatligini topadigan shu chimilchilik qaratgan bo'lolmaymiz. O chog'da biz Allohningki azobiga duchor bo'lib qolamiz. Shunga mumkin degan savolga har qanday bir qarindosh o'ylanishi kerak. Hatto bir chimilchilik. Mening gapim tugadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ovozim bormi qarindoshlar? Allah razı olsun, ovozim borken Allah rahmet qilsin. Assalomu alaykum. Tilavat islom suhbatxonasiga azizana mu'min musliman qarindoshlarimga Allohning rahmati, mag'firati va hidoyat bo'lsin. Qarindoshlar, men javobimni qisqacha tugatay. Men kim degan bu savolga o'zim men shaxsan men inson odam deb javob topdim. Odamning tabiati bilan hayvanning tabiatining o'rtasidagi farq, odammi yeydi, hayvanmi yeydi, odammi ichidi, hayvanmi ichidi. Ammo bu odam men inson bilan hayvanning o'rtasidagi farq faqat inson taklif qilingan mas'uliyat majburiyatlarga hayvon taklif qilinmagan. Biz bu mas'uliyat, bu majburiyatni ado qilmasak, bizning bu hayvonlardan hech qanday farqimiz yo'q deb qarayman. Mana bu mening javobim. Vaqt munosabatidan javobni qisqaroq berib tugatay. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Men kim degan savolga mening beradigan javobim Allah Taala Qur'on Karimda "İz qala rabbuka lil malaikati
إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء degan. Öz vaqtida Allah Taala farishtalarga men zamonda bir xalifa yarataman debdi. Farishtalar siz zamonda buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan bir inson yaratamsan degan shunday bir vaqalik bor. Men zamondagi Allohning xalifasi, ya'ni Allohga vakolatan yer sharni Allohningki qonuni, Allohningki hukmida boshqarilgan Allohningki xalifasi. Müslümanların her biri zamandaki Allah'ınki halifesi. Ben zamandaki en hürmetlik bir insan. Çünkü Allah Teala periştelerini şu Adem'e secde kılışık buyurgan. İblis'ten başka barlık perişteler Adem'e secde kılgan. Asman ve zamandaki kainattaki en mesele Adem'nin menfaati için hizmet kıldı. Bu vaqt anasının qo'sqa turan vaqtidan tortib shu bu vaqtga osmon, zamin, quyoshning atrofidagi planetlar, yer shari hamma narsalar shu bu vaqtning anasının qo'risqida normal turilish uchun xizmat qildi. Demak, inson zamindagi eng hurmatli maxluq, farishtalar shu inson secde qilish buyurgan. Shu odamningki avlodlari biz. Shu odamningki avlodlari, ya'ni Allohning zamindagi xalifasi. Biz Allohning qonuni bo'yicha butun dunyoni boshqarishimiz kerak. Bütün dünyani Allah'ın halifesi buluş süptümüz bilen Allah'a vakaleten Allah'ınki qanunu bilen başqarılgan şundaq hürmetlik Allah Taala özünün halifesi buluşqa tanlagan şundaq hürmetlik insan. Lekin biz şu özümüzni tanımaganligimizdan, özümüzning kimligini tanımaganligimizdan biz Allah'ın halifesi buluşqa tugul, Allah'ın qanunu bilen dünyani başqarışqa tugul hazır Allah'ınki düşmanlarga özümüz qul olup, şularninki barışasida farishtalar bizga secde qilgan hurmatli inson turug'liq biz özümüzga o'xshash bir qulga, özümüzdek bir insonga secde qilib, shuningga bosh egib, shuning buyruqlariga bo'ysun xo'sh deb turyapmiz. Bu özümüzni tanımaganligimizdan, özümüzning kimligini tanımaganligimizdan kelib chiqqan oqibat. Emniyet biz Allah Taala yaratgan en hürmetlik mahluk. Şun Allah Taala zımınıq perişlerine verdidu. İşte Allah'ın zikir bulvatkan yerlerde şunu hatırlaydıgan, mahsus Allah'ınki zikirle şoğulunatkan kişilerini izlep hatırlaydıgan perişlerini evetip, perişler Allah'ın dergahı bağında Allah Taala bilip durup soraydı. Bendilerim neymiş kılvetipti dep sorgandikin perişler. İyi Allah, ular seni zikir kılıvetipti deydi. Ular nimeni soraydı dese, ular cennetini soraydı deydi. Ular cennetini körgen mi dese, yok ular körmegen. Körgen bozkan baklat dese, hazırkıdan teximdek aşık olap cennetini teximdek sorgan bolat deydi. Ular nimeni panatlayatı dese, ular devzakını panatlayatı. Ular devzakını körgen mi dese, yok ey pervedigarım kömgen. Eğer körgen olsa hazırkıdan net cehesidek devzakını panatlaygan bolat deydi. Nurgun edile, sen etigen keşlik periştelerini almışlığa vaxtıdı mı Allah Taala perişteler Allah'ın huzuru vağında benden nemiş qıp kaldı dep soraydı. Bu Allah'ın bilmegenlik emas, Allah Taala bizninki nemiş qıvatqımızını perişten yaxşırak bilidu. Lekin Allah Taala aynı vaqtda şu adamni yaratıman dese, perişteler sen ziminde kan töküdigan, buzg'unchilik qiladigan bir insonni yaratamsa desa Allah Taala men sizlar bilmaydigan narsani bilaman deb odamni yaratib, odamga dunyodagi narsalarning hammaning ismini bildirib, ondan keyin farishtalardan shu narsalarning ismini so'raganda farishtalar javob beradigan. Ey Rabbimiz sen bildirgandan boshqa biz bilmaymiz deb. Shu chog'da odam qarab, bular o narsalarning ismini deb bergan desa, odam ularga o narsalarning ismini deb bergan. Demek Allah Taala şu vakani şu perişteler asıl şarkılık periştelerden soraydı. Benden nemiş qıp qaldı dese, etken gündüzlük perişteler ular biz basak ular namaz okuyotgan, biz qaytib kelgan vaqt ular yana namaz o'qib qoldi deb mushundoq javob berildi. Allah Taala bizden bir xil faxrlanish tuyg'usi ichida o'zining farishtalardan ana shundoq so'rab turdi. Bandalarim nemish qilyotdi? Nemish qilgan holatda qoldi deb
bizning faxrlanish tuyg'usi so'rab tur. Demak, biz Alloh taolo bizdan faxrlanadigan, Alloh taolo bizni yaxshi ko'radigan, Alloh taolo bizni o'zining xalifasi bo'lishga tanlagan zimindagi Allohningki xalifalari. Farishtalar hammadan cho'ng bilamiz, kiraman katibin bek hurmatlik bek ulug' deb. Amaliyotda men inson farishtalardan ulug'. Chunki Alloh taolo farishtalarni odamga sajda qilishga buyurdi emasmi? Biz o'zimizni taniy olsak, o'zimizning mas'uliyatini taniy olsak, biz farishtalardan ulug'. Allohning nazarida biz farishtalardan ulug'. Dunyodagi tarki koinotdagi osmon zimindagi hamma narsa bizning manfaatimiz uchun bo'ysundirilgan. Yer sharida odam deydigan narsa yo'qolib ketsa, osmon zimin koinot hech nimaning tartibi hech qanday o'zgarishga uchramaydi. Hammasi o'z tartibi bo'yicha yashab ketaverdi. Lekin odamdan boshqa bir xil o'simlikning turi yoki bir xil hayvonning turi yer sharining butunlay yo'qolib ketsa, koinotningki tabiatning tartibi buzg'unchilik uchraydi. Chunki ularning hammasi zanjir simanalda mush odamningki manfaatiga, xizmatiga bo'ysundirilgan. O'zimizdan har yo'g'on cho'ng hayvonlar, tugular bo'lsin. Ash quyosh deymiz, planetlar, hamma narsa biz uchun xizmat qildi. Bizning qo'limiz bo'lgandek, hammaningki yoritilishdagi maqsad faqat bizga xizmat qilish. Bizning manfaatimizga bo'ysundirilgan hammasi. Biz faqat Allohning bizga ato qilgan qudrat bilan shu narsalarni o'zimizning xizmatiga sola olamiz. O'zimizning natijasi yo'g'on bo'lgan tugularni, pillarni degandek kuchimiz yetdi. Lekin biz o'zimizni tunmag'achqa eng hurmatli maxluq, eng xor maxluqqa aylanib qoldik. Allohning eng hurmatli bandasi, eng xor bandiga o'ziga o'xshash, balki o'zidan tuyantirilgan kofirlarga qo'lildigan, kofirlarga bo'ysundigan, shularning buyruqida ostida yashaydigan eng xor insonga aylanib qoldik. O'zimizni tunmaganligimiz uchun. Agar o'zimizni tunagan bo'lsak, biz hurmatlik, farishtalardan hurmatlik, farishtalardan ulug', Alloh taolo bizni yaxshi ko'radigan, tavbamizni qabul qiladigan bir inson edik. Odam alayhissalom Allohning buyrug'iga xiloflik qilib gunoh o'tkazdi, tavba qildi, Alloh taolo tavbasini qabul qildi. Shaytonning xatolashdi, Allohning farmoniga bo'ysunmay, lekin Alloh taolo uning tavbasini qabul qilmadi, uni abadiy dazxila qatoriga qildi. Demak, biz Alloh taolo xatolasak, tavba qilsak, Alloh tavbamizni qabul qildigan, shunda Alloh yaxshi ko'radigan bir inson. Agar o'zimizni tunisak, lekin biz o'zimizni tunmaganligimiz uchun shundoq eng xor, zabun, hatto o'zimizning xorlanayotganligimizni his qilmaydigan musholatga kelib qoldik. Ammanglarga Alloh rahmat qilsin, vaqtni nasib etsin, sizni shay to'xtatdi. Assalomu alaykum qarindoshlar. Ovozim chiqayotgan o'xshaydi. Men kim to'g'risida men birazroq o'ylaganlarimda baqay. Men kim? Men Alloh taolo yaratgan oddiy bir inson. Moddiy, ma'naviy jihatdan to'liq nomrod qolgan. O'z erkinligim o'zimda emas. O'zim xohlagan ishlarni qila olmaydigan. Boshqalarning mustamlikasi ostida qolgan. Yer sharidagi eng xoronayotgan, eng past insonman. Lekin o'z erkinligimga erishish uchun tirishmayotgan to'liq mishjon odam ekanman. Mening o'ylaganlarim shunchalik. Qarindoshlar, rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohningki, ya'ni bir quli, ya'ni shu zimin ustiga o'rinbosar qilib o'tgan shu aziz barliq şeylerden güzel revişte yaratgan Allah subhanahu wa ta'ala özü şunca katta, şunca güzel sözler bilen medihligen adamның avladıman. Lekin hazırda bu bizning bu xorliq,
bu azg'ullikda, ya'ni zalolatda bu so'zlarni qilishga mening tilim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qarindoshlar, mening bu men kim degan savolga bo'lgan tushuncham, biz Allohning bir bandasi. Alloh bizlarni Bayan Malqa Muniba degan qarindishimiz degandek shundoq hurmatli qilib yaratgan. Biz hala bu kun kelgan chog'da shu Alloh hurmat bizga ato qilib bergan shu hurmatni qo'g'diyolmayotgan va Alloh yana Qur'oni Karimda valillahil izzatu va li rasulihi va lil mu'minin deb, ya'ni izzat hurmatda o'zi bilan Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bilan birga qilgan shunda bir hurmatli izzatli inson edik. Lekin mana bu kamda biz bu ahvollarni vijdonimiz, g'ururimiz, iymonimizning zaifligidan deb boshqalarning dafsand qilishiga ham qarab turyapmiz. Lekin bayon qarinishimiz degandek biz undan nodon oddiy musulmon inson emas. Biz Alloh bizni shunda hurmatli qilib, butun koinotga mayli quyosh bo'lsin, mayli yulduzlar turkum bo'lsin va oy bo'lsin va boshqa koinot bo'lsin, hammani bizga musaxxar qilib bergan bir inson. Shunda bir hurmatli bir inson. Hamda hozirgi bo'lgan sababligimiz biz o'zimizni bunda xar inson deb deyishimiz bu o'rinsiz. Lekin tirishimiz, Allohga duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolodan duo qilib, har vaqt tirishib shu Alloh subhanahu va taolo bizga bizni yaratgan shu hurmatni o'zimiz qaytarishga har vaqt tirishlar bir tuqqanlar. Qarindoshlar, har vaqt iznilla Alloh duo qildi, musulmonlarning nusratiga, g'albisiga, birlashishiga va atasimu bihablillah degan oyatning mazmuniga o'yishga Alloh subhanahu va taolo har vaqt duo qildi. Hamning tushuncham shu. Alloh rahmat qilsin. Alloh omonat. Assalomu alaykum. Amin. Assalomu alaykum, ovozim bormi qarindoshlar? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Islom Juhbat xonasiga borliq qarindoshlarni Allohning salomini bo'lsin. Assalomu alaykum. Ovozim bormi qarindoshlar? Alloh taolo bu ustozlarning ajrini bersin. Men ham o'zimning kimligi to'g'risida garchi injiq his qilmagan bo'lsam, o'zimning azroq tushunchisini so'zlab o'tsam qarindoshlarga. Men burunqi o'zimni bak to'la selishtirdim. Bo'lib yaqinning yemish ustozlarningki, Kusan ustoz, shu tilovat ustozining so'zlarini anglab shundoq ta'sir qilib o'zimni bak selishtirdim. Burunqi o'zimning holatini o'ylasam, hozir inshaalloh Alloh shunda rahmat qildi ekanki, menga shunda xo'sh bo'lib ketib, hatto kechalari uxlashdan burun ko'zlarimga yosh kelib ketib bordi. Ey Alloh, mushunchilik bergan, meni mushunchilik qilganingizga shukr. Hatto burun shu o'zimninki qilgan ba'zan bir ashundoq bir ishlarimni o'ylasam, o'zimdan o'zim bir xil jirginib, hozir holatimni o'ylasam bak bir xil xo'sh bo'lib ketaman. Inshaalloh Alloh uchun hozir o'zimninki shaytonni birinchidan qarindoshlar hammamiz o'zimizning shaytonini yengsak, bu Alloh uchun nima ish qilsak Alloh uchun qilsak. Hatto men bir misol beray, bomdodga qo'pashdan burun atganda masalan 6:30 turyapman. Ko'zimni bir 2 minut ocholmayman. Shunda xiyolimga kelib ketadi. O'ylayman-da, bir quli turib, men bu shaytonga tan berib, Alloh uchun bu shaytonga bo'ysunamdim degan xiyol kallamga shu zaman keladi-da. Ya Alloh deblam o'rnimdan shunda Alloh rizosi uchun deb qo'pab ketamanki, u vaqtida kirib bir tahoratni olib namozga mansam, bomdod namozga o'zim bilan o'zim shunda bir xil xo'shib, ba'zan bir vaqtda yig'lab ketaman qarindoshlar. Qilib o'zimizning kimligini his qilmoqmi bak tashishgan bu. Alloh taolo rahmat qilsa, asta-asta his qildigan ishkan. Hozircha hamda vaqtning qisliqidan mushunchalik tushuntirib turay. Bakmi ko'p bilim yo'q. Alloh rahmat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Qarindoshlar ovozim chiqyaptimi? Menga bir uchur yo'llagan bo'lsanglar. Ovozim bormi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohning rahmati barliq qarindoshlarimizga bo'lsin. Men chayxonaga men hozir bugun kirishim. Bu kirsam bek qiziqarliqmi shunday bir qizg'in suhbat bo'layotibdi. Bu men kim degan savolga javob berish yana. Qarindoshlarimiz degandek Alloh rozi bo'lsin, biz hammamiz haqiqatan Allohning qo'li, Allohning bandasi. Ovozim bo'sh o'xshaydi, misol Chang'atay. Endi bu yerda bu savol bo'lgandan keyin endi bir qiziqarliq bo'ladi. Bu men kim degan savolga men bir o'ylab qolganim, men bir hadisni o'qigan. Bu men degan ismning o'zi Alloh taborak va taologa xos ism yana. Men degan bu ism Alloh taologa xos, Allohning bir sifati. Payg'ambar alayhisolamning bir sahobisi o'z vaqtida ishni chekkan chaqda kim deganda men degan chaqda men nima men u deb ismingni da degan. Endi men shu hadisni o'ylab qoldim hamda. Ustozlar hamda to'g'ri topgan bo'lsa mushu javob men mush javobni bermoqchi edim. Men deganning o'zi Allohga xos ism. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Meknamni qarindoshlarimizni o'tkazib bergan bo'lsangiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh rozi bo'lsin. Bu qarindishimiz masalani yana bir tarafidan tafakkur qilgan o'xshaydi. Allah subhanahu va taoloninki 99 ism sifat ichida men deb bir ism sifat yo'q hozircha inshaalloh. Biz ham insoniylik tarafidagi men degan so'zni deyishyapmiz qarindoshlarimiz. Men demasak boshqa bir ism qo'ysak bo'ldi o'zimizga. Bu yerdagi men faqat insoniy menlik yani. Hamda Alloh taoloning sifatiga bog'lashga bo'lmaydi bu menlikni. Allah subhanahu va taoloning sifatlarida Rahman sifati va Rahim sifati va Malik sifati va G'ani sifati va ya'ni shafqatlik, mehribon, podshoh, boy degandek sifatlari. İnsanlarning ichida boylar bo'ldi, insonlarning ichida shafqatliklar bo'ldi, insonlarning ichida rahimlik odamlar bo'ldi. Alloh taolo o'zining ism sifatlarininki nimalardan quvvatlaridan insoniyatga bergan sifatlar bo'ldi. Masalan, insonlarning orasida sil rahim qilishni buyurdi Alloh taolo. Sil rahim qilish Allohning sifati aslida. Rahim qilish, rahim sifati Allohning sifati, ammo insonlarning ichida insonlikqa maxsus bo'lgan rahim bo'ladi qarindoshlar. Insonlikqa maxsus bo'lgan, xos bo'lgan shafqat bo'ladi. Insonlikqa xos bo'lgan podshohlik bo'ladi. Insonlarning ichida podshoh bo'ladi. Ammo podshohlik Alloh xos edi, ammo insonlarning ichida bo'ladi. Shuning uchun bu yerdagi men degan bu so'z insonlarga xos bo'lgan menlik bo'lganligi uchun qarindoshlar. Shuni buni biz ilohiy xoslikqa olib olsak bo'lmaydi, ham u hadisga taqib olsak bo'lmaydi. Bu yerda munozir bo'lganligi uchun men bu qarindishimning so'zi qarshi shaklda o'tirib qo'ydim. Bu qarindishimizmi fikrlari bo'lsa o'tirib qo'ysa bo'ladi inshaalloh. Shu butun qarindoshlar bu yerda deyilayotgan men faqat insoniy menlik, insoniy mehribonlik, insoniy shafqatlik, insoniy podshohlik, insoniy boylik Alloh taoloning sifatlaridagi Alloh taolo bizlarga inom qilgan bergan rizqlardan bir qismi. Shuning uchun bu yerda u so'zni ilohiy sifatga bog'lab olish mencha to'g'ri bo'lmaydi deb qarayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Qolgan qarindoshlarimiz bu to'g'risida yana davomli tafakkur qilib baqsaq bo'ladi. Bu yerdagi maqsadim tafakkur qilish qarindoshlar. Bu men kim degan savolga javob tepish uchun bekchiq vaqt keldi. Masalan, men o'zimni tepishim uchun hozir o'zimni o'ylanayotgan 20 yil bo'lgan bo'lsa, yo 10%ni topdim, yo 20%ni topdim. Texi men kim degan savolga taq o'zimni taqib mukammal javob berolmayman hozircha. Javob berishim asli xato. Chunki bu insonning o'zini tepishi bek uzun vaqtni oladi qarindoshlar. Aslida biz o'tgan darslarimizda davomli degan bu men kim degan masalada asosan qarindoshlik kitobiy til bo'yicha javob berib o'tdi. Aslida bek oddiylardan boshlangan degandim, ammo qarindoshlar bu so'zlarga diqqat qilmayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni men kim? Mening ismim Husayn,
Mening ig'irligim 58 kilogram yoki 60 kilogram masalan. Boyamning egizligi 1 metr 67 cm yoki 66 cm. Yani tan salomatligim normal va yoki normal insonlardan töven. Ondan keyin turmush altım biraz fakir va yoki normal insonlarnikidan biraz farqlanadi. Ondan keyin mijozim biraz ko'p so'zlasam chichilib qolaman. Xushxo'y, chaqchaqchi. Bu şekilde başlaşını pek ümit qilgandim qarindoshlarning, ammo bu qarindoshlar bireylan osmonda uchib o'tadi, bireylan dengizda uzib o'tadi. Nalaga chiqib o'tadi, bireylan osmonga chiqib o'tadi, bireylan yerga tushib o'tadi degandek. Bu asli inson o'zining manligini, ya'ni o'zining kimligini tepish uchun men shung degan aynakka qaranglar deb. Chunki aynakka qarasa inson o'zini topadi aslida. Buni qarindoshlar aynakka qaraganlarmi borkan, qaramaganlarmi borkan. İnsanın o'zini tepishi kichikdan boshlanishi kerak deb men shun qarindoshlarga dedim, avval qo'linglarga qarang dedim. Bugun men tirniqimni oldim qarindoshlar. Biz bek yo'g'on yerdan tushsak o'zinglarni hargiz topolmaysizlar qarindoshlar, hargiz. Chunki men yani faqir qarindoshlar o'z vaqtida shunday kitobiy til bo'yicha men kitobni bek o'qidimmi bilmayman, adabiyotni intayin yaxshi ko'raman. Kitobiy tilda so'zlashni yaxshi ko'raman. Ama bu kitobiy til bilan topqinimiz yolg'on chiqib qoldi o'zimizni. Bu zag'ri tilimiz bo'yicha va eng tabiiy va eng to'van tarafdan izlansak bek yaxshi bo'ldi ekan kimlikni. Ammo qarindoshlarimiz Qur'ondan, hadisdan, kitobiy tillardan javob berib o'tadi. Alloh rahmat qilsin. Endi mushunchilik kelganiga bunchilik javobning chiqadiganini o'ylamabdi ekanman. Yaxshi javoblar chiqib o'tadi. Bir qarindoshimiz o'zini bir jasadga o'xshatdi. Bir mu'minlarning jasadining bir parchasi bo'lsam dedi, qo'li bo'lsam yo ko'zi bo'lsam. Nəhayət güzel sözlər. Əsli xatırlayışıq tegishli sözlərmi şu? Bizga şu Dostoyevskiy, Lev Tolstoy, Lyushin hatta düşmanlarımızdan bo'lgan. Va yoki Chaykovskiy va yoki Mozart va yoki Palanchi Pokunchi Netezelininki sözlerini kitaplarımızga yozib, takchimizga qo'yib qo'yatimiz, ammo bizning ichimizda nurg'un qarindoshlarning bek güzel sözler chiqib o'tadi. Men bir musulmonlarning badanining bir parchasi bo'lsam, bir qo'li bo'lsam degandek so'zlar bek güzel so'zlar. Bularni yozib olishimiz kerak yurakimizga bu so'zlarni. Endi men qarindoshlardan o'tgandimmi dedim. So'zningki men kim degan bu savolga javob topishda umuman qarindoshlarning kallasi ichilsin deb osmondan yergacha jiq narsalarni qarindoshlarga so'zladik. Ammo qarindoshlardan kutadigan umidimiz kim zadi siz? Yani avval o'zingizning eng oddiy holatini tasvirlab bergandan keyin u ma'naviylikka o'tamiz qarindoshlar. Men musulmonman, men degan mujohid, men muttaqi, men musulmon unda qilma, oyatga munda qilma, yani amal qilma, hadisga ergashiman degandek bu gaplarni, masalan, shu inson o o'zining badanini tanib bo'lgandan keyin endi hozir bizning topolmayotgan yerimiz bizning badanimiz. Qarindoshlar, biz hozir nishonimizni tepib oldik, yo'limizni tepib oldik, gapimizni tepib oldik, so'zimizni tepib oldik. Nima deyishimizni bilamiz, nima qarashimizni bilamiz. Qayerga borishimizni bilamiz, nima yeyishimizni bilamiz, ammo badanimizni bilmaymiz biz ko'pinchamiz. Masalan, ig'irligingiz qanchalik? Bo'yingizning egizligi qancha, chechingizning rangi qanday? Chapiningizning astiri qanday masalan? Hozir chapan kiyib olgan qarindoshlar bo'lsa, chapanning astirini topolmaydigan ahvol chiqadi. Chunki inson o'ziga yaqin narsalarni ba'zida unutib qoldi. Avval o'zimizdagi oddiy bir narsani topsak, undan keyin biz o yuqoridagi gaplarni topa olamiz. O musulmonlik, o xalifalik, o podshohlik degan gaplarni. To'g'ri, inson Allohning zimmindagi xalifasi. Ammo bu yer so'ralayotgan savol, siz kim? Sizning hozirgi holatingiz kim? Mijozingiz kim? Siz kim zodi? Buni tepish kerak. O bizning ma'naviyatimiz go'zal inshaalloh. Kitobiy tarafdan, ma'naviyat tarafdan bayt go'zal javoblar chiqib o'tadi. Ammo hech kim o'zininki bizning eng ojizligimiz mana shu o'zimizni e'tirof qilmaslik. O'zimizning mijozi kim o'zadi?
Özümüzdeki eyibni bilenmeytimiz, özümüzdeki banesini bilenmeytimiz. Özümüzdeki banesini bilenmey turup biz o yok nesini qanday bilimiz. Doğru. Allah'ın insanga bergen veyisi, insanga bergen hukuku nait çoğun qarindoshlar. Biz şu hukukun içinde. Ama bugün biz asasen hukuklarımızdan ayrılgan, asasen ademiylikimizden, insanlığımızdan, musulmonligimizdan ayrılayotgan bugungi kunda kimligimizni tep chiqaylik deyapmiz hozir. Çünkü kimligimizni unutib qoldik. Kimligimizni unutib qolgandan keyin hozir biz avval o'zimizga qarab, masalan men hozir qo'limni qaradim, qarindoshlar, men seriqtenlikkanman. Aqtenlik deydi odatda Osiyoda yashaganlarni. Aqtenlik ma kitobiy tilda seriqtenliklar deymiz, ammo biz o'zimizni aqtenlik, qartenlik deb ikkiga ayirib olamiz. Ammo dunyoda 4 rang bor hamda, 4 tenlik bor. Endi buningda masalan qo'ng'irtenlik, aqtenlik, qartenlik, seriqtenlik. Men seriqtenlikkanman, aqtenlik emaskanman. Mening terim seriq ekan qarindoshlar. Temqam o'sib ketibdi ekan, abay oldim. Endi qo'limning siziqchilari bor ekan. Undan keyin ma jiqmansam putim ancha-muncha og'riydi ekan masalan. Men buningdan taraqqiy qilib, andin kimligimni topsam, andin to'g'ri bo'ldi qarindoshlar. O'tgan dedik biz iymoniy tarafdan bek quvvatli bir gaplarga eslab oldik. Ya'ni andoq qilamiz, Alloh yo'lida andoq qilamiz dedik, ammo men bir kun ustozimning velosipedining keyniga ilib, Do'nko'rikdan 3-doktorxonaning oldiga chiqib o'g'icha aşağıda kuch-quvvatimdan qilib 5-qavatga chiqadigan vaqtida o'tirib qoldim dedim. Biz ma'naviy tarafdan kuch-quvvatga ega bo'lgan taqdirda jismoniy tarafdan ojizligimizni his qildik. Hozir bizning berayotgan javobimizning hammasi ma'naviy, ammo jismoniy tarafdan biz 5-qavatga chiqa olmaymiz hozir jugurib masalan. Chunki biz uni tanımagan, uni inishga qaramagan o ishlarga. Avval kichikimizdan zot bizning badanimizning qancha yerda mangva, qayerda qanday qinimiz qanday yiqibotadi, shunga manda qarab, undan keyin andin o'zimizga qaraymiz, endi yuzimizga qaraymiz, boshqa ishga taraqqiy qilamiz. Endi nimani yaxshi ko'ramiz masalan? Qaysi rangni yaxshi ko'ramiz? Masalan, men kim degan savolga javob berib qo'yay qarindoshlarim. Buni o'rnak qilinglar. Unda cho'ng yerdan tushib olmayli biz. O'zimizga qaraylar. Chunki biz o'zimizni topolmaymiz asli. Bizning tibbot, bizning nishonimiz aniq. Alloh va Allohning rasulining yo'lida menish, uning uchun o'lish, jinimizni pido qilish, uyg'unish, o'qish, bu qilish nishonimiz intayin ko'p. Hammalarning nishoni bu. Hech kim men kofirning yo'lida menib do'zax chirman degan odamdan birisi yo'q bu yerda. Hammadan shu jannatga yesam bo'ldi deydi. Hammadan yaxshi yo'lda mansam bo'ldi deydi. Hammadan deydi yani. Bizning nishonimiz aniq qarindoshlar, ammo o'zimizning badanida nima kamchilik bor, nima ayib bor masalan. Uningdan chiqsak, uningdan keyin endi biz o'zimizning aybini topgandan keyin endi ortiqchiligimizni topamiz. Nima uchun bu savolga tushib qoldik deganda, chunki biz zot o'zimizning kimligini, o'zimizning mijozini topolmayapmiz. Masalan, men oq rangni yaxshi ko'raman qarindoshlar. Birinchisi oq rangni yaxshi ko'raman, ikkinchisi yashil rangni yaxshi ko'raman, uchinchisi qizil rangni yaxshi ko'raman. Agar buni Yevropada yo Amerikada bir psixologning qishig'i kelib deb bersangiz, sizning mijozingizni belgilab, qog'oz 3 bet tarixingizni yozib, sen manda pen o'qigan, manda tomoqni yaxshi ko'rsa, manda xizmatni yaxshi ko'rsa, manda qilsa, sening nishoning ma'lum, seningki maqsading ma'lum deb oldimizga tokka tashlaydi qarindoshlar. Chunki Yevropa, Amerikaning ma'rif o darajaga yetdi bugungi zamonda. Ya'ni naq biz shu qaysi rangni yaxshi ko'rganligimizni demay, hozir biz boshqa yerga o'tib ketdik hozir. Biz shuni topsak o'zimizniki, undan keyin endi o'zimizni topmadik barbara o'zimizning. Bu nishon degan kitobda bor narsa u, Qur'onda bor, hadisda bor. Nima ish qilganligimiz, bizning odam qilib yaratilganligi, bizning hurmatli qilinganligimiz, jannat yaratilganligimiz, jannatdan zimonga tushirilgan hammasi kitobda bor narsa. Buni u bizning mallikimiz emas u. Bizning kimligimiz emas u qarindoshlar. Bizning kimligimiz o'zimiz qarindoshlar. İnsani mavjudlik. Biz o'zimizni topgandan keyin, aql rayoniga o'tgandan keyin, ma'naviyat rayoniga o'tgandan keyin endi ma'naviyat tarafga zanjirlanamiz. Alloh tarafga zanjirlanamiz, aql tarafga zanjirlanamiz. U aql deb turdi o narsalarni. Kitobni deb turdi, payg'ambarni deb turdi, yo'lni deb turdi har narsani. U aql bizga yetib turdi qarindoshlar. Ammo biz avval o'zimizni topaylik. Biz o'zimizning psixikasini topaylik. Masalan, o'lishgan so'pinning voqeasi.
Masalan, bir so'pinni deb bir qarindishimizning tayoq yeb ketganligi. 5 namoz ekan, taqvo ekan anisi. Ammo bir so'pinni jutib ketib tayoqning bo'lishiga yebdi. Masalan, o qarindishimiz hozir bodi balkim inshaalloh. Bu yerda misol qilishimiz nima desa, qarindoshlar, bizning psixikamiz. Biz hozir shu biz kim yoki sen kim, men kim degan bu savolga o'zimizning avval psixikamizni belgilab etgandan keyin undan chiqmandik bu baldaqqa. Ya'ni u anining namozi bor ekan, yaxshi ekan, iymoni bor ekan, ammo nima uchun urib ketdi bir so'pini deb bolasi Qur'on tutqazdi? Psixika buzuq, mijoz buzilgan. Del biz o'zimizdagi buzilgan mijozni topolmayapmiz. Men buni istagan asli qarindoshlar. Chunki mijozning buzilganligi iymonga ta'sir ko'rsatgan va yoki iymon cheklagan narsani cheklab qololmagan. Mijozmi insonning mavjudligiga cho'ng bir narsa. Qaysi rangni yaxshi ko'rsiz? Qaysi tomoqni yaxshi ko'rsiz? Shu oddiy gaplardan chiqayli bu ishga qarindoshlar. Oddiylikdan chiqayli. Biz hozir murakkab ishlarni tushunib boramiz, ammo oddiy tarafini tushunmayapmiz. Bu tafakkur tavhid degan oddiy tarafdan chiqadigan narsa u. Masalan, nima tomoq yaxshi ko'rsiz siz? Sizning nima tomoq yaxshi ko'rganingizga qarab turib, sizning tarixingizni deb turadigan doktorlar va qarindoshlarim, psixikangizni, psixologlar va. Nima uchun desa, o'sha oddiy narsalar insonning nurg'un shiq ta'sir ko'rsatadi qarindoshlar. Masalan, lag'manni yaxshi ko'radiganlar bor. Masalan, suqashni yaxshi ko'radiganlar bor. Poloni yaxshi ko'radiganlar bor. Yana osh insonningki badani bilan zich munosabatlik, badan psixik mijoz bilan munosabatlik. Mijoz ruhiyatga ta'sir ko'rsatadi. Ruhiyat nishonni o insonning ma'naviy kimligini chiqarib beradigan narsa. Shun biz o'zimizning shaxsiyatini topolmay turib, u yuqoridagi o'gizdagi narsalarni eslab olganligimiz mencha bu to'g'ri, ammo u hozir baldo qarindoshlar. Avval o'zimizning shaxsiyatini topaylik. Masalan, men hozirgacha o'zimning shaxsiyatini topolmayotgan bir yerim bor. Men zodi ig'ir bis qadamlar qatoriga kiramdim yoki aldirang'u yoki masalan ittiqlar g'azablanadigan, achchiqlanadigan odamlar qatoriga kiramdim deb hozirgacha topolmayman o'zimni. O'zimni topolmadim men. Ya'ni men kim bu jihatda? Avval men bu psixikamni topsam, o'tgan bir misol dedim. Agar men itti g'azablanadigan odamning savrchan bo'lolmaydigan bir odamning qatoridagi bir inson bo'lsam, men deymanki, ha, bu palonchi menga telefon qildi va yoki meni haqoratladi. Men darhol berib buning adabini beray degim kelsa, men shu yerda mening achchig'im bek yomon, men o'zimni men bek tushunaman. Men to'xtab qolay, jumo deyalasam, insonning o'zini topganligi shu. İnsan özünü biludi. Nimishqa? Aşağı basa, aşının açıqlab qarış tarafını ya öldürüdü ya putqolunu sundurudi. Mavi özünü tapqanlıq qarindoshlar. Men Allohning bandasi, men Allohning qalbisi. Bu gaplar kitobdagi gaplar qarindoshlarım. Allah razı bo'lsin sizlardan. Nəhayət güzel cavablar chiqyapti, ammo men deymanki, psixikamizni bir topaylik avval. Siz savrchan insonlar qatoriga kiramsiz, achchiq yomon insonlar qatoriga kiramsiz. Oldiran qadammi, siz lömlömmi? Lömlömdaq, shu o'tağa yerda 2 soat o'tiradigan, bir gapni qilib qo'yib, osmonga ya qaraydigan odammi yoki tiz gap qilib oldirang'ulik bilan og'ziga tegmay so'zlaydigan odammi? Kim zodi sizning psixikangiz qaysi tava? Mijozingiz issiqmi, so'g'oqmi, qiziqmi va yoki jilamanmi? Mushuni topgandan keyin andin biz boshqa ishlarni topa olamiz qarindoshlar. Masalan, aldirang'u bir inson o'zining aldirang'uligini topsa qanday qildi? Men bek aldirang'u mush ishni bir aldirmay paqay deydi. Naq ash insonningki men aldirang'u mush ishda men aldirmay ish qilayman, men aldirang'uligimni tashlayman, to'xtatay deb o'zini tizginlaganligi ash insonning o'zini topganligi ash qarindoshlar. Bu bek muhim narsa bu. Insonning o'zining psixikasini tepish masalasi. Men buni da'vatqandim necha vaqtdan beri. Sizlar yana osmonda uchiyotsizlar, dengizda uzoyotsizlar, qumliqda ketayotsizlar to'gi bilan. Bizni jiq so'zlatmanglar qarindoshlarim.
Aynakka qaranglar deb baka demidik bu yerda. Aynak deganda bu yerda o'zini topolmaydi. Aynakka qarasak yüzimizni qarın topamiz bu. O'zining chiroyini topolmayotgan lekmin inson bor qarindoshlar. Masalan bizda Uyg'urlarda bir so'z bor. Nima degan so'z? Chiroylikning holi va saatning dadi bormi? Chiroylikning dadi va saatning holi bor deb. Bu saat odamning nima boli bo'ldi ekan deb bunda qarasak, millat bu gapni davrib rost degandek bo'lib bu janub tarafida men yashagan shaharlarda bu saatlarningki yomon holi bo'lgan. Holi bek yomon bo'ldi ekan. Bu nima ish qildi deb o'ylanib, hozirgacha buning javobini bilmayman. Nima uchun saat odamning holi yomon bo'ldiganda deyman. Chiroylikning nima ish qilib dadichi qo'ldiganda deyman. Yani buna biz cevap tapamadık en adli nesle. Bu sadeden demiş eynekki qarab bakmaydı. Nima uchun halini yo'g'on qildi bu yerda. Chunki eynekki qarab o'zini topolmagan insonlar Allah. Sadeden saat 6 bo'yicha yashaydi. Chiroyli odam chiroyli bo'yicha. Alloh taolo uning shuni bergan. Saat to'yan degan gap emas, ammo saatninki va yoki chiroyliqninki shu holati bo'yicha yashash samimiylik bo'ldi. Masalan, qarindishimiz savol so'rabdi abay Jaloliddin Rumiyning yiliq so'zini takrorlab bersa deb. Jaloliddin Rumiy 12-asrda bu so'zni qildi. Jaloliddin Rumiy olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Yani bu bir cümle söz. Bu bir cümle söz bizim hayatımızı özgertti ve nurgun qarindoshlarımızın hayatını özgertishga yetib oldi qarindoshlarım. Qandoq ko'ringan bo'lsang, ashundoq bo'l. Qandoq bo'lgan bo'lsang, ashundoq ko'rin deydi. Siz qandoq odam, ashundoq ko'rinishingiz kerak insonlarga. Siz qandoq bo'lgan bo'lsangiz, ashundoq ko'rinishingiz kerak. Qandoq sizning ko'rinishingiz qandoq bo'lgan bo'lsa, ashundoq odam bo'lishingiz kerak. Ko'rinishingiz boshqa, o'zingiz boshqa. O'zingiz boshqa, ko'rinishingiz boshqa. Bu bo'lmaydi. Ya'ni bu Jaloliddin Rumiyning eng cho'ng dunyoga ta'sir ko'rsatayotgan so'zi bu. Şun biz kimlik tepişini, kimlikni o'ylashyapmiz. Kimlikni tepishni o'ylashyapmiz. Chunki biz kimligimizni topolmagan bir insonlar. Biz kim? Men kim? Men aldirangi insonmi? Ochiq yomon insonmi? Muloyim insonmi? Sabrchan? Men kim zodi? Siz kim zodi? Biz buni topolmay turib biz podshoning buning gapini qilishga bo'ladi, ammo bo'ldi hozir. Chunki biz eng topolmayotgan narsamiz bu. O'zimizning mijozi. Nurg'un inson bilmaydi o'zining mijozini. Hatta qastamak umroq ekanligini bilmaydi. Masalan, bir uyga kirib nima yeysiz desa yoki bir oshxonaga kirib nima yeysiz desa, turib qolamiz ashada. Nima ish turib qolamiz bilamizlar qarindoshlar. Nima tamoq yeyishimizni tek uqmaymiz biz. Nima tamoqni yaxshi ko'radiganligimizni uqmaymiz. Ya lag'man yaxshi ko'radigan inson ya puloni yoki suqashni. Bu uch xil narsa ustida inson o'rishidir. Kallasi. Suqash yeymi, polo yeymi, kebab yeymi yoki lag'man yeymi. Mana bu o'rishqanlikning o'zi ash insonning qalbida qaysi tamoqni zot yaxshi ko'radiganlikning aniq ifodasini yo'q ekanligini bildirdi qarindoshlar. Demak biz o'zimizni topolmayotgan bir inson, yeydigan tamoqimizni topolmayotgan bir inson. Qanday boshqa ishni topa olamiz? Avval mijozimizni belgilaylik psixikamizni. O'tganda o'tib ketdik. Sizning mijozingiz qanday? Quruq issiqmi, quruq so'qoqmi, yo'l issiqmi, yo'l so'qoqmi, issiqmi, so'qoqmi, jilmanmi? Buni topgandan keyin andin inson boshqa ishlarni tepishga qanday qiladi? Qadam tashlaydi qarindoshlar. Men hozir ish topolmadim dedim. Men ba'zida ochiqlanib qolaman. Ochiqlanib qolgan zamonlar men ochiqim yomon bir odam o'xshayman deyman o'zimni. Sabrsiz inson ekanman deyman. Ba'zida muloyim bo'lib qolaman, unda qarablar, hamma muloyim odam o'xshayman deb qolma. Men zodim muloyim odammi, sabrchan, aldirang'u yoki sabrsiz odammi? Qaysinglar deb turasizlar? Hech qasam deb bilmaysizlar. Hech qasam deb bilmaysizlar. Chunki men bilmayman buning javobini. O'zim tepish degan bu. Qarindoshlarim, o'zimizni tepish eng muhim. Shuning uchun to'yan taraflardan chiqaylik. To'yanki mijozimizni bilaylik. Chunki masalan, nurg'un taqvo insonlarni ko'ramiz endi. Turiblam o'zining mijozini bilmaydi o inson. O'zining mijozi eski, ammo taqvo, ammo ilmlik. Ama o eski mijozi bilan o ilm va yoki taqvoliqi birlashmay qolgan. O taqvoliqini eski mijozi va ilmini eski mijozi qanday qilgan? Yeb ketgan va yoki buzib o'tgan. Demak, bizning bu yerda mijozimizni tepishda eng muhim ko'rib biz o oyat hadislarni jiqda bergan bilan qarindoshlar o'zimizning mijozini bilmasak foydasi yo'q bu yerda. Bilgandan keyin bu yerda
mijozimizni isloh qilishga tirishimiz qarindoshlar. Şun avval o'zingizning kimligini biling dedik. O'zimizning kimligini bilgandan keyin isloh qilishga qildik ekanmiz. Masalan, o'tganda bir qarindoshimiz mishadi so'zildi. Men davomli insonlarga do'q qilib va yoki qattiq gap qilib undaq nimam qo'poldi. Men bu qo'polligimni sezib, uningdan keyin men kulimsirashni o'rganaydim dedi. Qaranglar, bir inson kulimsirashni o'rganaydi, davomli tabassum qildim dedi. Davomli tabassum qilib insonni ko'ysamlam, bundaq chiroyimni qo'rib tabassum qildim dedi qarindoshlar. Tabassum qildim dedi. Tabassum qilishni o'rganib tash inson. Oyat hadisda o'rganmabdi. A inson o'zini tipibdi. Ha, men bek chiroyim qo'pol mijoz odam ekanman. Men bu qo'pol mijozimni tashlay, men tabassum qilishni o'rganay debdi. Albatta oyat hadisda o'rgandi, ammo bu o'zini sezish bek muhim. O'zining mijozini sezish bek muhim. Biz Uyg'urlarningki hozirgi ketkizayotgan yerimiz nada desanglar, Uyg'urlar laqva emas qarindoshlar. Taqvo millat bu. Allohdan qo'rqaydi. İnşallah ilimlik deb turayli. Ammo bu mijozimiz eski. Bizimiz böngek, bizimiz döngek, bizimiz qo'pol, bizimiz ittik, bizimiz gal. Yani bizimiz aşındoq mijozimiz buzilib ketgan bizning. Bu mijozimizning buzug'ligi bizning ittifoqsizligimizni keltirib chiqargan. Chunki men noyat jiq sezdim, meningki kasbim ashu qarindoshlar. Yani insonshunoslik va jamiyatshunoslik masalasida insonlarningki psixikasi bilan uning e'tiqodi ikki mavjudlik asosini saqlab turib, bir-biriga qattiq ta'sir ko'rsatadi ekan. Masalan, bir insonning iymoni, e'tiqodi bek ustun bo'lsa-mu, mijozi ko'lab qolsa, mijozini o'ngishmasa, ash iymonni butunlay vayron qilib tashlaydi ekan uning psixikasi. Masalan, biz chet ellarda yashadik masalan. Musofir bo'lib ketgan nurg'un odamlar bor ekan. Bizning cho'nglarimiz qirg'on sir sapra olishib ketdi ekan, ochiq yomonlashib ketdi ekan. Ishlar istiqlom noyat qo'pollik bilan natija chiqarish qoldiraydi ekan. Masalan, bizning masjidlarimiz deyli, cho'nglar qirilar deyli, yoshlarni masjidlardan chiqarib tashlashi. Ular taqvo bo'lganlik uchun masjidga kirib namoz o'qiydi u cho'nglar. Ammo nima uchun yoshlarni masjiddan chiqarib tashlaydi? Bu ularning taqvoligidagi masala emas, mijozdagi masala. Ularning taqvoligi isloh bo'lgan, mijoz isloh bo'lmagan. Ularning ichida yiqayotgan qon buzilgan. Buni to'ziyamagan ular. Chunki biz bijboshdan kichikdan o'zimizning mijozimizni, psixikimizni, o'zimizningki aybimizni tuzlab maqsad o taqvolik bilan birlashib, andan biz odam bo'ldik ekanmiz qarindoshlar. Shuning uchun men shu to'yan yerdan javob bergan bo'lsanglar dedim, ammo bizda iliq to'yan gap qilishni yoqtirmaymiz biz. Shuning men qarindoshlarga ba'zi chaqchaq qilib nima qilib qo'yma, kichik gap qilishni yaxshi ko'rmayman aslida. Cho'ng so'zlasak, shu cho'ng ishni qilsak, cho'ng so'zlasak bo'ldi ekan. Bo'lmasa kichikroq so'zlasak bo'ldi ekan. Undan keyin kichik fe'llik bir go'zal bir axloq qarindoshlarimiz. O'zimizni kichik ko'rsatsak, o'zimizni to'van ko'rsatsak, masalan, shu nimaninki, faylasuflarninki dunyoda faylasuf bo'lishning 9 shartini o'tirib qo'ydi. Va yoki bo'lmasa 6 shartni. Ibn Ayyubi 6 shart dedi, ammo Aristotel 9 shart dedi. Ya'ni bularningki shartlarining ichida faylasuf bo'lishda kichik fe'l bo'lish bir shartdi. Undan keyin badani o'ruq vejik bo'lish debdi. Bu nimasi badanga e'tibor bermaslik deydi. Mushundaq bir insonlarni ya'ni ustunlik ega qiladigan cho'ng narsalar kichik ishlardan insonlar ko'zga ilmaydigan va yoki diqqat qilmaydigan. Masalan, bizda kichik fe'llik bek oz, cho'ngchilik, yo'g'onchilik, cho'ng sanavilish o'zimizni. Undan keyin ozroq pul topgan va yoki yo'l topgan, yuz topgan odamning oldiga egilish, uni xushomat qilishni ig'ir. Mana shu bizda cho'ngchilikni texmo maydonga bozorga soldi qarindoshlar. So'ng bu kichik ishlar aslida cho'ng narsalarning boshlanishi. So'ng bizda avval o'zimizni kichikini tepish bizniki. Masalan, men kichik vaqtimda bek manq etdim qarindoshlar. Davomli bunimdan manq qoqdi. Ikki chapinimning yangi taraqshib ketdi qish vaqtlari. Shu bunimni to'la sutib, manqangni yetma desam g'achida yetib ketdimda. Bu cho'g'andan keyin ay yetmida yurib
bunda qilib yurib buni o'zgartdik hamda manqimiz maqmaydigan bo'ldi. Başta manqimizni tozalashni o'rgandik qarindoshlar. Kichikdan oddiy masala. Ba'zida insonningki nayt ochig'ini keltirdi ba'zi odamlar. Shartda tukurdi, adam bayad yo'q demaylar. Bo'ladi ma millat oldimizdagi ma dushman millat ashunda qiladi. Ya'ni ya bunun taşla şart biz tamak yavatgan bo'lsak mashahatlan bunu taşlaydi yaga. Poyizlarga chiqsang ko'rsizlar. Yoki bo'lmasa kekirdi va yoki bo'lmasa bir qanday qiladi, osurdi. Ashunda qiladi unda. Bu insonning cho'ng mingisini g'idiqlaydigan ishlar. İnsanni üç qilib o'tadigan, hatto dushman qilib o'tadigan ishlar. Mushundoq cho'ng ishlar kichik ishlardan yüz berdi qarindoshlar. Yüz berdi. Masalan, ash ish bizda bo'lib qolsa, ba'zilarda o'tganda tamoqni ovoz chiqarib yeyishning gapini qilishdik. Ya'ni tamoqni ovoz chiqarib yeyish qarshi tarafning g'idiqini qo'zg'aydigan narsa, qarshi tarafning nervisini qo'zg'ab ochig'ini keltiradigan narsa. Buni o'zgartirish to'g'ri keldi shu inson. Ben xalifa olaman, podshoh olaman, men mu'min, mujohid olaman, muvahhid olaman degan inson avvalo o'zidagi shu ayibni o'zgartirishga to'g'ri keldi qarindoshlar. Shuning uchun biz kichikdan boshlaylik da'vatimiz. Yoki bunimizni tortadigan, yoki bo'lmasa shart shurt odamlar yo'qya tukirib qo'ydigan. Mushundoq ishlar masalan, hozir yodimga kelmadi, ba'zan insonlarda o'z bilib bilmay qiladigan ayiblar. Musha ayiblarni agar u inson tuzalsa qarindoshlar, cho'ng ayiblarni tuzatkili bo'ladi. Kichik aybini tuzlanmagan inson cho'ng aybini tuzlanmaydi. O'zimizdagi mijozlarni yomon mijozni yaxshi mijozga o'zgartirish. Masalan, aldirong'ulik deymiz, uni sabrchanlik o'zgartirish, qo'pollikni muloyimlikka o'zgartirish, chidamaslikni chidamchanlikka o'zgartirish, o'rinlikni ishchanlikka o'zgartirish. Mushlar avval mushin topayli biz o'zimizdagi. Avval biz o'zimizdagi mushin topayli. Uningdan keyin undan boshqa ish o'tmaydi qarindoshlar. Chunki bizning shu qarindoshlarni ranjitadigan, qarindoshlar o'tirishlik ittifoqsizlik, talash tortish, azob berishlarning hammasi bizning iymonimizdan chiqmaydi-da, u narsa bizning mijozimizdan chiqyapti qarindoshlar. Yelim achchig'ingiz yomon-ku ustoz debdi. Achchig'im yomon bo'lmasa bo'lamdi. Ot neydeshga qamchi ketadi, eshak neydeshga tayoq ketadi. Odam neydeshga ochiq ketadi qarindoshlar. Muloyimlikmi ketadi? Hech qachon muloyim deb qo'ymaysizlar-ku. Ba'zida bek muloyimlashib ketadi. Shu men o'zimni tushunmay ketib boraman ayni. Men bu bormish savolning ichida. Shu men bu vaqt qadar men o'zimni tushundim, men o'zimning kimligini bilaman demedim sizlarga. Chunki men o'zim topolmayotgan odam qarindoshlarim. Biz o'zimizni tepishga terishayli da'vatgan masala. Bizning darsimiz bu bo'ladi hozir 15-20 kun bo'ldi. Davomliq mushu gap. Biz kim? Sen kim? Men kim? Qandaq odam? Aldirong'imi, muloyimmi, chaqchaqchimi, o'mayqoqmi, xushquymi? Kim zodi biz? Shu mushuni deyishyapmiz. Nima uchun deyishyapmiz buni oylardan beri? Chunki qarindoshlarim, mushuni topsaq, bizda chiq narsa o'zgardi. Bo'ladimiş qarindoshlarga azob beradigan masalalarda inson o'zining mijozini bilib olsa, masalan, cho'nglarda chiqaydi ekan bu ish. Qattiq achchig'ayman insonlar bo'ldi ekan. Ular biraslar urushib qolgan jamiyatda to'liq ko'ramiz unda ishlarni. Aplab, astag'firullah deb o'tirib oldi ekanda bu odamlar. Mana bular o'zidagi ash mijozini tushungan odamlar. Shunlar o'tirib olgandan keyin ashim besiqidi ekan qarindosh. Bo'lib inson azob berish intayin yomon gunoh qarindoshlar. Man adal muslimin va man adani faqat adalloh. Kim bir musulmonga azob bersa, menga azob berganlik bo'ldi. Menga azob bergan odam Allohga azob bergan bo'ladi deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bir musulmon qarindishimizga azob berish degan Rasulullohni ranjitadi qarindoshlar. Kim Rasulullohni ranjitsa, Allohni ranjitadi. Biz bir-birimizni ranjitish qilmishi ig'ir. İslam o'zimizni o'zgartirishga chaqirdi. Din bu. Muxlis qarindishim tunigimmi degantingiz kimlik o'tgan qatim. Yana bir deb biqing inshaalloh. Ustida bir qancha qarindoshlarimiz bor. Men so'zimni tugatay. Alloh xolisa o'tganda men bir gapni deb berdim qarindoshlar. Men bu yerda yasalmilik qilishni o'yladim. Ustoz bo'lib, shunda hammaning oldida voy ustoz bo'lib, ammo Allohning oldida yolg'onchi bo'lishni o'ylamadim qarindoshlar.
Şunun uchun samimiy bo'layli dedim. So'ng men ba'zi qarindoshlarga muhabbat qilib, chaqchaq qilib, ba'zi og'zim uni mikasi deyim. Nima uchun men o'zim shu qarindoshlar. Men sizlarning oldinglarda yasalmalik qilib, voy ustozdek oyat hadisni o'qib qo'yib ketganimning foydasi yo'q. Men qanday qo'ygan bo'lsam, ashundoq ko'rinishim kerak, qanday ko'ringan bo'lsam, ashundoq bo'lishim kerak. Jaloliddin Rumiyning so'zi. Mana bu samimiyat bo'ladi. O'tgan qitim biz deyishdikki qarindoshlar, mushu Misrda 8-10 o'quvchi bir uyda yotdik. Shu yerda biz bir qancha qitim mayli kirji ishlar bo'ldi, tamoq etishlar bo'ldi. Biz bir-birimizni ranjib qilishdik qarindoshlar. Bir uyning ichiga 8 odam kirib olsa bo'lmaydi ekan qarindoshlarimiz. Bir uyning ichiga 8 odam kirib olsa zerikadi ekan bizdan. Bu muchadaq ishga mushlarni bilishimiz kerak ekan biz. Biz sharoitni taqib bilishimiz kerak ekan, makonimizni taqib bilishimiz kerak ekan, jo'grafiyamizni taqib bilishimiz kerak ekan, mijozimizni taqib bilishimiz kerak ekan. Bunimiz cho'qqum chatoq chiqadi ekan qarindoshlar. Shuning bilan ancha-muncha ziddiyatlar bo'ldi, taliblar o'tirsida hammasi Allohning so'zini o'qiydigan taliblar, hammasi Allohning hadisini o'qiydigan taliblar bu yerdagi hech birisi fosiq emas, hammasi besh namoz. Hammalar sahar turib namozga birga chiqadigan, bir-birimizning keyinda namoz o'qishadigan, voy qarindishim deyishadigan, hammalar musofir. Ammo nima uchun bu yerda bir-birimizning o'tirisiz diyat oldi desa, bu yerda sharoit bizni ma'lum narsalarga qistaydi ekan, mijozimizni buzdi ekan. Undan keyin biz u yerda bir falsafani ko'tarib chiqdik qarindoshlar. Falsafa deb turaylik, hikmat desak qarindoshlarning ochiq kelib ketmasin. Bo'labdi degan so'zni ko'tarib chiqdik. Qanday gap qilsa bo'labdi deydigan bo'ldik. Bo'labdi, bo'pti. Shundan devadik. Tamoq qanday bo'labdi desa bo'labdi. Ani qanday qilib demasa bo'labdi. Mani qanday qilib demasa bo'labdi. Bo'labdi deb. Undan keyin rost degandek bir qarindishimiz urushib qoldi. Urushib qolib, voy bo'labdi deb tanlatsak, qarindishimiz bo'labdi deb ketadi. Urush tugadi qarindoshlar. Bo'labdi degan gapni o'rgandik biz ashadi. Devadik bo'labdi deb. Shundan keyin o'zi ichi men bu gap yiqib qoldi qarindoshlar. Voy bo'labdi. Qashqach bo'labdi deydi, Urumchida bo'ptilar yoki Shimolda bo'ptilar deydi. Bo'pti hech vaqasi yo'q qarindoshlar. Agar gapni ezib kelsam, kechirib olsanglar bo'ladi, bo'pti deyotdinglar. Bo'pti. Undan keyin ba'zan qarindoshlar azobadi, bo'pti deyaptim. Bo'labdi deyaptik. Voy bo'pti deyaptik. Voy bo'pti hech nima bo'lmaydi. Shunga o'xshab bo'pti davrib, hozirgacha biroz men ziddiyat qilsa, ranjitsa meni, bo'pti deyotgan bo'lib qoldim qarindoshlarim. Yana bir narsani mashq qilib boqayli. Bu bo'pti deganlikim uchun balkim men nurg'un ziddiyatlardan saqlanib qolgan bo'lishim mumkin. Nurg'un urush talashlardan saqlanib qolgan bo'lishim mumkin qarindoshlar. Ay shu kichik bir gap, kichik bir fe'l, kichik bir ish bizni nurg'un narsadan to'sadi qarindoshlar. Shuning uchun biz o'zimizning kimligidagi ayib nuqsonlarni tepishda, ashundaq ma'lum narsalarni oyatdan, hadisdan, turmushimizdan, kitoblarimizdan, falsafalarimizdan olib boqili, turmushimizga buni taqlid qilib boqili. Undan keyin bizda Alloh xolisa bir amaliyotga aylandi inshaalloh. Shuning uchun siz va yoki men 210 nafar qarindishimiz bor ekan. Bir aybimizni topili, undan keyin uning to'g'risini izlaylik. To'g'risini izlab bo'lgandan keyin ashini yapaqlash to'g'rimi? Shu odat, shu bizdagi illat tugaydi ekan qarindoshlar. Bizdan tugatmasak biz o cho'ng illatlarimizni tugatmaymiz qarindoshlar. Bizdan tugatamiz. Aldirang'uligimizni tugatamiz, qo'polligimizni tugatamiz, nemiligimizni tugatamiz, g'azabchanligimizni tugatamiz, hammasini azdan tugatamiz qarindoshlar. Alloh hammadan rozi bo'lsin. İnsonningki biz ma'naviyatiga bek hujum qilyapmiz. Shu nim qilyapmiz, ammo shu shaxsiyatimizning ichidagi o'zimizning shaxsiy ayib, shaxsiy nimalarimizni bilish, uni sezish masalalarida olimlarimiz va yoki da'vatchilarimiz buningda ko'p to'xtalmaganligi uchun men uni muhim deb bilmay, shu ba'zida mana shunday gaplarni qilmay qolsanglar. Shu bu qarim oyat o'qimay gap qilaverdi ekan, falsafa so'zlaydi ekan siz desanglarmi mayli. Nim desanglar mayli, falsafa so'zlamak oson emas. Falsafa chiqqanmi emas, aramizdan bir falsafa chiqib qolsa ajib emas inshaalloh. Undaqda
üstüdeki qarindoshlarga men mikni beraman. So'zlamasanlar 5 sekundgacha pastga olib qo'yamiz. Shuning bilan men tushuman. Bugun asli 7 bilan to'xtatmoqchi bo'lgan, hozir 8:15 minut qolib, yana 1 soat ishib ketib qopti. Nurg'un qarindoshlar ichi tillab o'tadi yaxshi bu qarindoshimiz bizni uxlatmay. Siz so'zlab biz uxlamay, bizga atib qo'ysizlar qarindoshlarimiz. Mayli atib qo'ysanglar bo'pti, hech nima bo'lmaydi. Hech nima bo'lmaydi qarindoshlar, bo'pti. Keyin payg'ambarimiz tayoq yeb, bosh ko'zlari yerilib, kalashlar qoniga to'shab, kichik bolalardan tayoq yeb yurgan payg'ambarimiz. Payg'ambarimiz bo'pti deyotgan, bo'libdi, mening ummatim uqmaydi degan. Bo'pti deyishning o'zimiz sunnat qarindoshlar. Payg'ambarimiz shu bo'pti deb hayotning oxirigacha kelgan. Kechirim qilish degan Allohning sifati qarindoshlar. Alloh taolo Bismillahirrohmanirrohim deb boshladi. Naiti shafqatlik va mehribon Alloh. Ya'ni shafqatlik va mehribon so'zi Allohning sifatlaridan ikki sifat. Va dediki Allah subhanahu wa ta'ala elhamdülillahi rabbil alamin dedi. Onun keyindilam yani Ar-Rahmanir-Rahim yani qayta davoldi. Sura Fatihani ikki qaytim nozil qildi. Sura Fatihaning ichida Ar-Rahmanir-Rahim so'zi qayta deyildi. Yani nima uchun? Bu shafqat qilish, rahim qilish, afu qilish Allohning nihoyat katta sifatlari va insonlarga bergan ne'matlar qarindoshlar. Shunga afu qilib o'tish bek muhim inshaalloh. Kim afu qildi ekan, Alloh uni afu qiladi. Man la yarhamun nas la yarhamuhumulloh. Kimiki insonlarga rahmat qilmasa, afu qilmasa, ya'ni rahim qilmasa, Alloh uningga rahim qilmaydi degan hadis. Lam yurham la yurham deydi. Rahmat qilmaganga rahmatmi qilinmaydi degan gap. Ya'ni bu hadis. Ya'ni rahmat qilmagan odamga rahmatmi qilinmaydi Alloh tarafdan. Vallohu g'afurur rahim. Bu nimaga chetiladi desa, bu qarasak oyat bilan hadisdek deyiladi, bu bizning mijozimiz bilan ajoyib aloqasi bor qarindoshlar. Mijoznoyat eski odamlar bor, mijoznoyat yaxshi odamlar bor, o'zi taqvo emas. O'zi taqvo emas odamning, ammo apu qilib ko'nganda bu mijoz yaxshi-da bu odamning. O'sha odam nurg'un savob oladi qarindoshlar. Buning bir sahobininki qissasi bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir sahobining jannatga kirganlik to'g'risida bishorat berganda, yana bir sahobi Alloh bilan qasam qilmayki, men bu sahobining keyin yurayman deb, o sahabini izlab berib, buning bilan birga ko'rashgan, paranglashgan, uning bilan birga yotgan 3 kungacha. U qarasa, u mushu o'xshash namoz o'qigan, unda kechalari ba'zi uxlagan, ba'zi qo'pgan, hech qanday bir aloyidlik yo'q o sahabida jannatdan bo'lgan sahabida. Shuning bilan bu odam hayron qildi ekan. Bu nima fazilat bordi, bu bizga o'xshashlar ibodat qildi ekan, menga o'xshashlik qildi ekan, buningda bir ortiqchilik, bir taqvolikni ko'rmadim. Bu qanday gap deb oxir o'zidan so'ragan vaqtda o sahabimiz deydiganki, men yotadigan vaqtimda bugun menga azob bergan, menga yomonlik qilgan har qanday bir qarindishimni men afu qilib o'tdim deb, hammasini afu qilib o'tib, qalbimdan kichikkina bir odamga bir adovatni qo'ymay, hamma adovatlarimni yuyutib yotaman degandikin, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Sen haqiqatan jannatda bo'lgan sahoba ekansan deb nima qilgan. Chunki bu sahoba taqvo bo'lmasimi, ammo uningdagi shu mijoz, xuluq bilan munosabatli bo'lgan bu afu qilib o'tish masalasi, g'azablanmaslik masalasi, adovatni yuyish masalasi, ikkisi birlashib buni jannatga kirgan qarindoshlar. Yani bu bek muhim. Şu biz özümüzün mijazidagi shu xuylarni bir-birlab tuzishga tirishaylik. Alloh hammalardan rozi bo'lsin qarindoshlar. Navbat kelganda so'zni sangli bo'ldi qarindoshlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qarindoshlar. Vatlar ustoz. Allohning rahmati sizga bo'lsin. Va salom sizga bo'lsin. Men o'zimni tanishtiray. İnşallah. Ben bir şunda öyle kaldım, bir terik kek. Nihayet bir aldıraksan adam ben. Hani bir nihayet bir kokun cihaz. Ben tümüygün sizden şu talim aldım. Kokması da olsa da. Şimdi inşallah azak kokması kaldım. Ona bir kok attım ki. İnşallah Allah Teala kokun işini götürüp etti. Ana dikin başka taraflarım şu uğur rahman. Bu hayri ihsanıgımı bir hırak adamlar.
hayır ihsanlarını çok kılanmaydıgan. Şunca düşündüm mevzemni. Şimdi ustaz. Bu qarindishimiz nima ta'lim berdi sizga deb yo'qolib ketdi. O'rinliqdan Mekneli vasıl deyishga o'rinliq qildi bu qarindishimiz bo'pti. Bo'pti, hech nima bo'lmaydi. Qarindoshlarim. O'zimizni tanib olsak, Qur'on va hadis bizga ta'lim beradi. Her narsa o'rgatilgan, her narsa tamomlangan, her narsa butunlangan inshaalloh. Bu qo'rqinch insonni iymondan chiqardi qarindoshlar. Bek qo'rqinchli narsa bu. Shunga islomda eng asosli tema Allohdan qo'rqish. Allohdan qo'rqish degan gap qo'rqma boshqasidan degan gap. Shuning uchun Türklarninki davlat marshida yozilgan bir marshi bor. Bu bir shoir Muhammad Akif Ersoy deydi-ki, qo'rqma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak deydi. Şuna deb başlaydı. Qo'rqma degan söz Allah'dan qo'rq degan gap. Allah'dan beg'ayri hech narsadan qo'rqma. Qo'rqinch bizni Allah'dan qo'rqmaslikqa ilib boradi. İnsanların qo'rqinchisi, pul mal dunyoning qo'rqinchisi, musibatning qo'rqinchisi, uning qo'rqinchisi, buning qo'rqinchisi, her narsaning qo'rqinchisi Allah'tan qo'rqmaslik qilib bordi. Allah'tan qo'rqish boshqa narsadan qo'rqmaslik qilib bordi. Shuning uchun bu qo'rqinchni qalbimizdan faqat chiqarib o'tishimiz kerak aslında. Shu qo'rqinchdan munofiq qiladi qarindoshlar. Turmalarda va yabiyalarda qo'rqinchdan munofiq qiladi ba'zilar. Ba'zilar qo'rqinchni shu qo'rqib dinimizdan arilyapmiz hozir. Ani qilsang bo'lmaydi, sen qo'rqib, mani qilsang bo'lmaydi, sen qo'rqib, buni qilsang bo'lmaydi, sen qo'rqib, Alloh yo'lida kurash qilishdan qo'rqib, shu qo'rqib hamma narsamizdan arilyapmiz. Qo'rqinchning jazosi alokati bek og'ir. Shu qalbimizdagi qo'rqinchni faqatli chiqarib tashlashimiz lozim. Shu Alloh Qur'oni Karimda bir insonning qo'rqinchoqligi uning umrini uzartolmaydi, uning botirligi uning umrini qisqartmaydi deb nayt aniq oyati deb qo'ydi. Ya'ni her qancha hatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis qudusi dedi. Allah subhanahu va taolo, ya Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar bir qavm yig'ilib kelib sana bir foydani yetkazmoqchi bo'lsa, Allah sana bitgan foydani yetkazadi, uning ziyodasi bo'lmaydi. Agar bir millat bir qavm sana yig'ilib kelib bir ziyonni yetkazmoqchi bo'lsa, Allah sening peshonangga bitgan shu ziyonni yetkazadi, uning o'shiq ziyonni hargiz yetkazolmaydi. Deb Allah subhanahu va taolo hadis qudusida shunday deydi. Allah bizga bir ziyanni iroda qilgan bo'lsa, Allah bitgan ziyanni yetkazadi. Butun dunyodagi kafir, mushrik, munofiq hammamiz yig'ilib kelsa, Allah bitgan narsani yetkazadi qarindoshlar. Allah bitmagan narsani yetkazolmaydi. Ay bütün insonlar hammamiz yig'ilib kelib bizga bir foyda yetkazamiz desimi, Allah bitgan foydani yetkazadi, bo'lmasa yetkazolmaydi bizga. Bütün insanlar yığılıp qanday oldu? Hazır 31 devlet var Avrupa İttifakı'da. Yoki 30. 30 devlet biz dünyada en güçlü olimiz deb iqtisodiy nimamizni birlashtiramiz deb avro degan bir narsani yasab chiqib, yevro deganlar, biz yevro deymiz. Yevro degan narsani yasab chiqib dunyo bozoriga soldi. Yevroni solgandan keyin necha davlatning iqtisodi vayron bo'lib ketdi. Neçe devlet kuşlandı. Hemmisi payda kelenmedi. Bütün hamma kavim yığıldı bir yerge. Yığılıp 30 devlet birleşti. Ondan keyin yakında iqtisodiy kriz yuz berib, Avrupa İttifakı'daki nurg'un devletlerning iqtisodi tushib ketdi qarindoshlar. Birlashibdi. Masalan, biz turayotgan devletler Avrupa İttifakı'ga kirgandan keyin davomli iqtisod tushib ketdi. Ama bunun nimani ko'zlagan o'z vaqtida biz birleşip iqtisodimizni ko'taramiz, dunyoda boy bo'lamiz degan. Hamma nim bo'ldi, tushib ketdi. Ya'ni butun dunyo bizga bir foydani yetkazmoqchi bo'lib kelsa-mi qarindoshlar? Buning misoli o'xshaydi. O'z vaqtida nima deb Yevropa ittifoqi yig'ilib, "Ma bizning ittifaqimizga kirsang, iqtisoding o'rlaydi" deganda. O davlat kirganda, ammo kiribdi iqtisodi burunqidan uchib ketdi. Nima bo'ldi? Ya'ni 28 davlat birlashib kelib, sizning davlatingni qitib, yoki 28 adam birlashib kelib, sening biz boy qilib o'tamiz deb kelsa-mi, kambag'al qilib qo'ydi qo'yish. Yani
Allah bitken payda buludu bir yerde. Allah bitken ziyan buludu. Bu Allah'ın ilkideki işler bu. Şunun için kalbimizde bir nersi kanmaslık lazım buludu. İnsanlık psikikisinde insanda korkunuş buludu normal. Ebu Bekir Sıddık korkkan garda. Suri garda Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anhu korkab o kafirlikten korkmagan Resulullah'a bir iş yetip kalamı deb korkkan qarindoshlar. Hem de insanlıkta her türlü neslerden korkunç buludu ama asosiy iymonda qo'rqinch bo'lib qolsa bo'lmaydi. Ya'ni qo'rqinchga tushib qolsak mı bo'ladi o ish, qo'rqinchga tushmasak mı bo'ladi o ish, ya bo'ladi ya bo'lmaydi. Yani bu Allah'ın ilkidagi taqdirlar qarindoshlar. Shuning uchun biz faqat sabab qilishga yaratildik, sabab qilib boqamiz, natija Allohdan. İnsan qo'rqinchidan chiqish uchun tirishib boqadi, patqoqdan chiqish uchun tirishadi, ziyondan chiqish uchun tirishadi, musibatdan chiqish uchun tirishadi. Allah xolisa uning musibatini davomlashtirdi. Allah xolisa uning musibatini natijaga, qalbiga, nusratga aylantirib berdi qarindoshlarim. Allohning ilkida Allah taqdir qilguchi, Allah yozguchi, Allah bitguchi, Allah qiyomat kuni jannatni jahannamda qilguchi, Allah jannatni jahannamda qilib yozguchi Allah subhanahu va taolo. Faqat sababni kamil qilamiz, tijoratga desmini solamiz, foydalandik, ziyon tortamdik. Allah biladi qarindoshlar. Rizqni berguchi Allah, natijani chiqarib berguchi Allah. So'ng qarindoshimiz o'rinki Allah Taala o'rinlardan qilmasin. Jiq terishib jannatga o'rinli kelmaydi qarindoshlar. Jannat chiymak yo'q odam jiq ishlaydi, jiq pul topadi, jiq ishlaydi, jiq yo'l mangadi, jiq xizmat qiladi, jiq so'zlaydi, mendek. Men shu jannatim uchun so'zladimmi qarindoshlarim? Alloh hammadan rozi bo'lsin. Sizlar jannatinglar uchun anglatsizlar. Har inson o'zining jannati uchun kurash qiladi. Inshaalloh ishlagan ishlaydi. Hadis bo'lishi mumkin. Alloh sahar qo'pqanni yaxshi ko'rdi va saxiyni yaxshi ko'rdi deb. Bu ikki narsaning qarshiligi bor ekan bu qarindishimda. Dediki men o'rin dedi. Sahar qo'pmaslikqa balkim masalan buni ozroq yaqin keldi ekan. Yani birisi dedi ki, ben azraq baxil dedi. Allah Taala saxiyga amroq. Allah'ın amroq bandisi bo'lgan inson saxiy bo'ladi. Bizning mening bir og'aynim bor edi. Qarindishimiz nayti kapsiz birodarimizdi, bütün tomosha bor. Ammo bir kuni kapti qishimga men hidoyat topdim inshaalloh Allohning rahmati bilan. İslam hidayet yapanlar namaz okunuldu deb bana davet kılıp atıdı. Nayet söyünüp kettim şu zamanda küçük vaktimiz. Allah razı olsun. Oylap kaldım bu qarindishimiz nima ortiqchilik bordi deb. Çünkü insanın ortiqchiligi ve qilgan ma'lum amallarni Allah Taala yaxshi ko'rib qolsa, o insonni hidayet qilib atıdı ve cennet qilib atıdı qarindoshlar. Bunun aniq hadis var. Ma'lum insonning aybi hatasını Allah Taala yaman ko'rib qolsa, uni jahannamga qilib o'tadi va uni fosiqning halokatiga tashlab o'tadi qarindoshlarim. Bu to'g'risida meni hadis bor. Dalili bir ayol fohisha ayol quduqning tuyida tilini sangiltib suvsiz qusab ketgan bir itni sug'urib qo'yganlik uchun Buxoriyda chiqadi bu hadis. U jannatga yo'q ketgan deydi. Ya'ni birisida bir ayol yoki bir odam bir mushukni bağlab qo'yib o'ltirib o'tganlik uchun u jahannamda bo'lib ketgan. Bir mushukni o'ldirganga jahannamda bo'lib ketgan bu odam. Ya'ni shunga o'xshagan insonlarning ma'lum amallari bo'ladi qarindoshlar. Bu og'inimiz nayet sehiy bir og'inimizdi. Bu odam nimani so'rab kelsa biri verdigan. Shuni o'ylab qoldim endi, o'zim tafakkur qilib boqdim. İnsanlarningki bu masalada endi tarixiy mayli hadis oyatlardan aqtiradigan bo'lsak, Muşu sahiylik meselesinde qarindoshlar. Va yoki ma'lum ortiqchilik meselesinde men olimlardan so'rab baktım, ustozlardan. Muşu kafirlarning ortiqchiligiga ajr berilamdi desam, beriladi dedi ibadetiga. Beriladi, dunyoda beriladi dedi. Abu Talibninki o'shqich qo'yish meselesi, payg'ambarimizning beqish meselesi. Ondan keyin jahannamdagi azobning cho'ng kichikligi, jannatdagi rohatning cho'ng kichiklik meselelari. Ondaki şu Firavunning padişahligining uzun bo'lishida Firavun saqupti deydi. Bak ishlamchi odam ekan. Bu shu kech suqmay dunyoni yönetadigan, ya'ni dunyo boshqaradigan podshoh ekan bu. Undan keyin buni saqilib taraydi deydi ba'zan rivoyatlarda. Yana birisida Firavun
adildir deydimdi. Hem de bu qanday adil deb bunday qarasam rost degandek shu Musa alayhissalomni o'zi beqib cho'ng qildi. Musa alayhissalom yo'lda birisini ajdiman deb Musa alayhissalomga qarshi chiqib shu yerda birini qo'ysa u odam o'lib qoladi. Shu yerda u odam to'lab voyma Musa odam o'tadi deb shunday qilib qilgandan keyin Firavun lashkar avatdi ekan o'zining o'g'liga Musa alayhissalom. Lashkar avatib tutish buyruq chiqardi ekan Musa alayhissalom u yerdan qochdi. Endi bu yerda mening o'g'limni ma'lumot podshohim men deb yurmagan ekanda bu yerda. Demak bu yerda bu Firavunning podshohlik nima uchun uncha saltanat tushirib ketib shuncha uzun yil Bani Isroil buni qo'lda qilib qoldi desa, ma'lum Firavunning qilayotgan ishlari bordi. Deb bularni menga dedimdi ustozlar. Ha, unda qo'ysa bir odamning ma'lum taraflarda ortiqchiligi Allohga yaraydigan, Alloh yaxshi ko'radigan bir amallar o'ylab qolsa, Alloh taoloning uning beradigan hidoyat ishiga bek cho'ng bo'ldi ekan. Rahmati cho'ng bo'ldi ekan, jannati cho'ng bo'ldi ekan, mukofot cho'ng bo'ldi ekan qarindoshlarim. Shuning uchun saxiylik masalasida saxiylik islomdagi ajoyib cho'ng bir amal qarindoshlar. Shung saxiy bo'laylikki, Said ibn Abi Waqqosdek, Said ibn Abi Waqqos jannatdan xush bishorat berilgan sahaba Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Ya Said, sen jannatdan xush bishorat berilding, sen jannatga kirib ketding" degan Said ibn Abi Waqqos. Said ibn Abi Waqqos pek saxiy bir kishi edi. Hayotida har qitim boy bo'lsa, mol mulkini kambag'allarga bo'lib bergan, yana boyolab, yana bo'lib bergan, yana boyolab, yana bo'lib bergan, bo'lib beravergan ekan bu kishi. O'ziga tijoratiga loyiq rasmini olib qilib, shu faqat o'zida o'shiq mol tutmay, topgan pulni sadaqa qilgan, yaxshilik qilgan saxiy kishi ekan. Alloh taolo sizni saxiylarning qatoridan qilsin qarindoshlar. Men so'zimni qisqartirishga majbur bo'laman. Allohning rozi bo'lsin. So'zingiz tugagan bo'lsa, pastga tursangiz bo'ladi. Boshqa qarindoshlar so'zni davom qilsin. Assalomu alaykum ustoz. Sizning baringizda bir ozroq gap qila olay. Allah razı olsun. Gap qiling qarindoshim, qanday gapingiz bor sizdan? Allah rahmet qilsin. Ko'p yaxshi gaplarni qilib berdingiz inshaalloh. Alloh taolo manfaatli qilib bersin. Bu bexillik qilib qolsak, o'zimni bexil deyishimni sababim hozir iqtisod yo'q, endi iqtisod bo'lgan bo'lsa balkim Allohu a'lam yaqalamayman, yaqalanmayman. Ammo o'zimni bexil deyishimdagi sababim bu. İqtisod yo'q turib, men o'zimni qila olmayman. Men unda sadiq qila olmayman, bunda sadiq qila olmayman deb qolganim uchun o'zimni bexil da'vatim inshaalloh. İnşallah bexil bo'lmasga ham tirishini Alloh taolo berib qolar. Endi men bexil deb o'zimni deyishimdagi sababim mushamdi. O'zi endi sahobalarning qo'lida bordi. Masalan, Abu Bakr, Umar, Abdurrahman Avf degandek raziyallohu bordi. Ular botirib kechalagandi. Men botirib kechalamdim, kechammadim. Hozir men qo'limda yo'q. Yo'q turib kechammadim. Kechalayma da'vatim ham yo'q turib. Yo'q iqtisoddim, men xudoga kechalayma. Falonchi qo'shimni kechamay qolmayman inshaalloh. Alloh bersin kechalayma da'vatim. İnşallah Allah belge vaxtida endi biliminde o kuvvet. Allah'tan çok kuvvetli değilsin sorayım. Sözüm tüydü ustoz. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Allah Teala saxiylarning qatoridan qilsin. Naqta Mahmud Şeyh qarindoshlarım. Allohim ondan razı olsun. Bugünkü dersimiz müçakici olsun. Sözümüzün tüketip uxlaylı.